Assalomu alaykum hammaga. Special kanalini 3-darsligi boshlaymiz. 3-darslik bugungi order blok haqida bo'ladi. Ko'p o'tamiz ham kerak u. Chunki tez oson narsa o'zi aslida order blok bozor impuls korreksiya impuls korreksiya impuls korreksiya impuls. Shunaqa baytrendda deymiz. Bozorda baytrendda bo'lsa общий mana shu korreksiya bo'ladi-yu mana. Общий mana shu korreksiya bo'lgan joyi eng pastida bitta besh shamla bo'ladi. O'zi aslida qizil sham bo'ladi. Masalan, yashil sham chiqib ketayotganimizda bitta qizil sham tushib qolgan bo'lishi kerak. O'sha joyni olamizda order blok qilib olamiz. Deb qilsak, o'sha joydan order blok topamiz. O'sha joy kelsa dan yetib bayga kiraveramiz. Masalan, keyin yana impuls chiqadi, keyin yana qizil sham orqaga korreksiya beradi. Korreksiyani eng pastdagi yoki monetlardanmi order blok topasizlarda bayga kiraverasizlar. Hozir mana. Masalan, ketyapmiz, baytrenddamiz. Ketyapmiz, keyin oxirida baribir korreksiya berdi, ikkita sham. Keyin o'shani pastdagi shamni olamiz. Xohlasanglar tanasidan olinglar. ISTda tanasidan olinadi, chunki tana muhim rol o'ynaydi. Bu baribir orasida bo'lgani uchun men ustidan o'raveraman. Ko'proq kattaroq zona bo'lsa, ustidan o'raveraman. Keyin bozor keladi. Shu yerdan razvorot topasizlar, emasangiz o'sha tasdiq oldingi videolarda bo'lgan tasdiq videosi. O'shani topasizlar va bayga kiraverasizlar. Baytrend bo'lsa. Mas. Turib kirsak ham baytrenddamiz, общий trendimiz bay. Или korreksiya bo'lgan. Korreksiyani orasida bitta mana qora sham bo'lishi kerak. U yashil sham bo'lsa bo'lmaydi. Baytrend ketayotgan joyimizda bitta orqaga qizil sham bo'lib yopilib qolishi kerak, qora sham bo'lib. Sizlarda qizil bo'lishi mumkin. Qizil sham bo'lib yopilib qolsa, o'sha order blok hisoblanadi. Ili mana order blok tanasidan olganman, ketgan, ili order blok qolgan bitta korreksiyacha, qora sham bo'lib qolgan o'sha tanasidan liniya tortib olganman, ili qaytib kelgan, order blokka tekkan, keyin bay ketgan. Stop loss ikki xil joyga qo'ysanglar bo'ladi. Order blok shamini rovna tagiga qo'ysanglar bo'ladi, shpilkasini tagiga, tanasini tagiga emas. Mana shpilkani tagiga qo'ysanglar bo'ladi, korreksiyani eng pastiga yoki o'zidan avvalgi qanaqadir yaxshiroq minimumga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Va mana yana bitta order blok. Sell trend keldik va trendimiz o'zgardi. MSS berdi. Ketyapmiz. Mana yerda FVG dan ketdi, yana dalshira hisob. Keyin qaytida mana buy trendga o'zgarib bo'lganmiz, ili orasida mana shu yerda bitta ishlamagan order blok bor mana. Ko'rinib turibdi. Masalan, mana order blok bo'lsa bo'ladi. Lekin bu korreksiya olganman. Bunday общий olasizlar, bunday qilib chizib olib olasizlar. Kirgan jichcha korreksiya berganda dalshi kelgan baribir. Chunki bu order blok muhimroq bo'lgan. Ili shu order blok общий tanasi bilan yoki tanasidan olasizlar, ili shu yerga limit qo'yasizlar. Xohlasanglar qidirib razvorot topib kiringlar kichikroq time framedan. Ili dalshi mana bay ketgan. Hozir yana nimadan tushuntirsam bo'ladi? Tushuntirganimdek, o'sha reklama chiqyapti. Impuls, korreksiya, impuls. Bozor shundan yuradi. Ili korreksiya bo'lganda pastida joy izlaysizlar. Masalan, yashil sham, keyin yashil sham, baytrendga ketyapmiz mana. Ketyapmiz. Keyin bitta bunday qilib hozir bu qizil sham bo'ladi. Korreksiya уже trendga teskari yurishimiz. Mana ketdi, baytrend tashiydi, orqaga jichcha korreksiya beradi. O'sha yerdagi bitta eng pastdagisini olasizlar, tanasidan yoki общий qilib olasizlar. Bozor chiqadi, maksimumni oladi, keyin shu order blok ishga tushadi. Order blok haqiqiy hisoblanadi, keyin qaytib keladi shu order blokka. Keyin shu joydan sizlar kichikroq time frame ga o'tib
razvorot izlaysizlar. MSS izlaysizlar, keyin oxirgi maksimumgacha ishlab olsanglar bo'ladi. Order blok shu hozir. Agar bozorda bo'lsa, mana. Общий baytrendamiz ketyapti. Korreksiya, impuls, korreksiya, impuls, korreksiya, impuls. Mana ketyapmiz. Общий chiqdik, korreksiya berdi. Yana chiqdik. Keyin mana yerda mana tanasidan olaman, mana qora sham. Yaqin qilib ko'rsatay. Baytrendga ketyapmiz. Bitta qora sham tashib ketgan. Bitta selli shamini jichcha orqaga korreksiya berganda yopilgan, keyin yana dalishib ketgan. Shu order blok hisoblanadi. Ili keyin mana qaytib kelgan. Keyin biz stelkaga kiramiz, razvorot topib, kichkina time frame'da. Keyin mana yurib bergan shuncha. Xuddi shu ish keyin yana takrorlangan. Ketgan, xuddi take profitimizni olgan. Bizda yana bitta order blok tashib ketdi mana. Xuddi shu joydan. Bunisini ham olsanglar bo'ladi. Bu yerda ham qora sham tashib ketgan, korreksiya berib olgan, jichcha reaksiya olgan, ili baribir mana shunga kelgan. Olasizlar, eng oxirgi qizil shamni, korreksiyani eng oxirgi qizil shamida. Baytrenddamiz, chunki jichcha korreksiya bergan oxirgi shamni olsanglar, o'sha yerdan keyin razvorot topib kirasizlar. Ili mana yana take profit urgan. Keyin uje tepadagi qaysidir likvidlari yechibmi mana. Bu yerda ham bitta order blok mana. Общий olsanglar, hozir shu yerda order blok ikkinchisini ham keltirib ketamiz. Mana bor ekan, kirasiz. Chirib turamiz. Mana sell trendga kelyapmiz. Ili jichcha bayga korreksiya bergan, yashil sham bo'lib yopilgan. Shu yashil shamni olmaysizlarda, mana buni orqasida katta sham bor. Shpilkali katta sham. Mana shu katta shamni ichida bo'lyapti shu ish, ko'rib turibsizlar mana. Hech qayerda maksimumni ham olmagan, minimumni ham olmagan. Mana shu korreksiya shuni ichida bo'lyapti. Shuni ichida bo'lgani uchun общий shu katta shamni olasizlar. Tortasizlar. Li mana kelgan, tekkan, ketgan. Uje maytda ishlab bayga ishlab oldinglar, uje order blokka selli katta time frame'dagi order blokka selliga keldimi, uje bayga ishlamaysizlar. Mana order blokka uje kuchi yo'qoladi. Chunki tepadagi order blokka kelgan. Uje buni MSS berib yorib o'tib ketgan uje. Mana kelgan, uje trendimiz o'zgargan. Keyin mana yana bitta order blok, hozirgi o'rgatgan narsa mana. O'zidan avvalgi sham общий qoplab turibdi. Hech qayerdan olmagan. Korreksiya bor lekin, korreksiya bor. Yashil sham bergan bitta, teskari sham. Lekin общий shamni ichida bo'layotgan ish bu. Shuncha jichcha tortasizlar, jichcha yetmasdan ketib yoribdi. Bu brekerdan ketganlik. Keyin yana dalishi ketgan. Ili mana yana общий baytrenddamiz mana, общий baytrend. Demakda bitta dona order blok tashib ketdi mana. Qizil shamli shpilkasi uzunroq. Общий H4 ga o'tsanglar, общий mana korreksiyani o'zi bitta anaqa bo'lib qoladi. Nima desa bo'ladi? Bitta shamni o'ziga aylanib qoladi. Keyin bu yerdan ham mana общий H4 ga o'tsanglar, shu mana order blok hisoblanadi. Ili mana keyin order blokimizga tekkan, dalishi ketgan. Keyin kichkina time frame'da jichcha joyini izlaymiz. Yanada kichkinalashtirib, yanada stoplarni maydalashtirsak bo'ladi. M3 ga o'tsak bu yanada maydalashadi. Lekin uje qiynalib qolasizlar, chunki bozor aldab qo'yishi mumkin. Kichkina time frame'ni ko'p. Ili order blok tashib ketgan, jichcha qora sham va kelgan, tekkan, sizlar stelkaga kirgansizlar. Stop loss order blok tagidan jichcha o'tkazib qo'yamiz. Ili bu yoqqa qo'yamiz. Take profit nechiga? 1 ga 6 даже. 1 ga 6 bo'lib ketgan o'sha. Bugungi mavzu shu edi. Bo'ldi. Hammaga xayr. 3-darslik order blok haqida edi. Hammaga rahmat.